Barchamiz sevib o'qigan O'tgan kunlar romanining ikkinchi kitobi borligini bilarmidingiz? Afsuski, qattol zamon buyuk Abdulla Qodiriyning qo'liga kishan soldi va adibga o'z shoh asarini oxirigacha yetkazishga imkon bermadi. Lekin orzular o'lmaydi. Qodiriyning ruhi, uning tili va betakror uslubi qaytdi. Yaldo kechasi. Bu kitob shunchaki oddiy kitob emas, buyuk o'zbek adabiyotidagi haqiqiy kashfiyotdir. Muallif buyuk adibga munosib shogird sifatida hech kimning xayoliga kelmagan fantastik bir orzuni ro'yobga chiqardi. O'tgan kunlarning sirli va hayajonli davomini taqdim etdi. Zamonaviy o'zbek adabiyotining bahsli va qiziqarli kashfiyoti bilan tanishishni istasangiz, O'tgan kunlar muhitini sog'ingan bo'lsangiz, ushbu Yaldo kechasi kitobini o'qib chiqing. Aziz kitobxon, ushbu kitob Angren axborot kutubxona markazida mavjud. Biz sizlarni kutib qolamiz.